Charos qizil burchak, Dilnura ko'k burchak. 3-tatamiga Alamjonov Iqboljon Toshkent viloyati ko'k burchakka chaqiriladi. Tayyorgarlik ko'rsin Sheraliyev Behruzbek qizil burchak, Zafarov Ravkatbek ko'k burchak. Tayyorgarlik ko'rib tursin. Ne'mat va Dilso'z Surxonteem qizil burchak, Yorqul va Tamanno Samarqandteem ko'k burchak. Ikkinchi tatamiga tayyorgarlik ko'rib turamiz. 4-tatamiga chiqishga tayyorgarlik ko'rsin. Abdurahimov Asadbek Navoiy, Zafarov Oyatullo Farg'ona. Ko'k rangli saniki. Yuri ishlaydi. Ishlay. Молодец. Yana bitta oyoq. Pechinga ishla. Pechinga ishla, Dilnura. Qiz bola ayol kishi bo'lib turib endi meni tushunmasa. Tayyorgarlik ko'rsin Sheraliyev Behruzbek qizil burchak, Zafarov Ravkat. Tomosha qilay mana. Hal qilaylik shuni. Baxtiyor. Uren. Ket. 60 kilogramm vaznda O'zbekiston Kubogi g'olibi qizil burchakli sportchimiz Asilbek Normurodov. Birinchi tatamiga chaqiriladi. Nusratullayeva Zamiraxon Andijon qizil burchak, Yunusova Elif Buxoro region ko'k burchak. Dilnura. 1-2 oyoq deb pechinga deb tamom. Abdurahmonov Baxtiyor. Ringda referi. Abdurahmonov Baxtiyor. Pechinga ketdi. Abdurahmonov Baxtiyor. Tep. Borma. Sportchilar o'rtaga. Ishla. Ushbu musobaqa g'olibi O'zbekiston Kubogi